Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun yana bir mavzulardan biri, ingliz tilida muhim bo'lgan mavzulardan biri to be ko'makchi fe'lini o'tamiz. To be ko'makchi fe'li o'zbek tiliga ko'pincha bo'lmoq degan tarjimani beradi. Uning hozirgi zamon shakllari am, is, are. Am is are bu to be. Demak, xo'sh, am qachon ishlatiladi? Am I bilan birga ishlatiladi. Formulasi I plus am. Misollarda ko'radigan bo'lsak, I am a teacher. Men o'qituvchiman. I am happy. Men baxtliman. I am tall. Men novchaman. Demak, endi is ko'makchi fe'li qachon ishlatiladi? Is quyidagi so'zlar bilan, ya'ni olmoshlar bilan birga ishlatiladi. He, she, it. Formulasi he, she, it plus is. Misollarda ko'ramiz. He is my dad. U mening dadam. She is my mom. U mening onam. It is a dog. U it. Xo'sh, are qachon ishlatiladi? Are quyidagi olmoshlar bilan ishlatiladi yoki shu olmoshlarning o'rnidagi so'zlar bilan ishlatiladi. Misol uchun, you are, we are, they are. Formulasi you, we, they plus are. Misollarda ko'ramiz. We are teachers. Biz o'qituvchilarmiz. You are my friend. Sen mening do'stimsan. They are cats. Ular mushuklar. Xo'sh, to be ko'makchi fe'li o'zbek tilida nega ko'rinmaydi? Biz men o'qituvchiman, sen o'quvchisan, u mushuk deymiz. Lekin to be ko'rinmaydi. O'zbek ingliz tilida esa to be ni tashlab bo'lmaydi. Misol uchun, I teacher. Bu noto'g'ri. I am a teacher bo'ladi. You friend. Bu noto'g'ri. You are friend bo'ladi. They birds. Ular qushlar. Bunday bo'lmaydi. Bu noto'g'ri. They are birds bo'ladi. Ingliz tilida gap to'liq bo'lishi uchun to be ni ishlatamiz. Xo'sh, to be qayerda ishlatiladi? Kasblar bilan. Misol uchun, I am a teacher, she is a doctor kabi. Ikkinchi qoidasi esa joylarda. I am at home, men uydaman. She is at school, u maktabda. Narsalar bilan, it is a dog, it is a book. Yoshini aytganda, I am 33 years old, she is 10 years old. Holatlar bilan, I am happy, she is tired. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ingliz tilida to be ko'makchi fe'li juda ham muhim. Uning hozirgi zamon shakli am, is, are. Yodlab oling. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Agar shu qoidani mustahkamlab, yaxshi o'rganib olsangiz, ingliz tilida juda ham oson ko'pgina mavzularga gaplar tuza olasiz. Demak, bugungi darsimiz to be ko'makchi fe'li bo'ldi. Darsni mustahkamlash uchun qayta ko'ring va Roundup 1 kitobidan mashqlarni bajaring. O'ylaymanki, darsimiz juda ham tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.